أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Bu yerda yana bir ish qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolaning azobidan oxiratda qanday amin bo'lamiz, qanday xotirjam bo'lamiz, qanday qutulamiz degan bir savol chiqadi. Ha? Allohning azobidan oxiratda qanday qutulamiz, qanday amin bo'lamiz degan bir savol chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bizga koinotni ato qildi. Aql berdi. Bizga fitratimiz poklikni, to'g'ri yo'lni tanlaydigan bir fitrat ato qildi. Shahvat ato qildi. İxtiyorlikni berdi bizga. Kuch-quvvat ato qildi. Tanlay oladigan kuch-quvvat ato qildi. Ya'ni mushu dunyodagi bütün narsani oxiratni ana shu oxiratda Alloh subhanahu va taoloninki shu azobidan, oxiratdagi azobdan nijot topa oladigan üsküne saymon qilib berdi. Dunyodagi barliq vositalarni shu oxiratning azobidan qutulishimizga ishlatalamizmi shu dunyoda ishlatmasak? Kuch-quvvat bor, aql bor, idrok bor, shahvat bor, fitrat bor, hamma narsamiz to'liq beriladi. İxtiyorlik bor. Buni ishlatib turib, shu dunyoda biz tanlaymiz. Naning odami bo'lishimizni o'zimiz tanlaymiz shu dunyoda. Oxiratda Allohning azobidan, jahannamdan qutulishni shu dunyoda tanlaymiz. Hamma uskuni saymonni beriklik qaysini qilsan qildi. Ba'zi vaqtimizda, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning yuzlanib, Allohga yuzlangan vaqtimizni tafakkur qilib o'ylanib boqaylik. Allohga yuzlanib boqaylik. Allohga yuzlangan vaqtimizda o'zimizni shunchalik go'zal bir tuyg'uda his qilamiz. Shunchalik bir tashvishdan xotirjam bo'lib qolganligimizni, kasaldan xotirjam bo'lganligimiz, ichi siqilib ketishdan xotirjam bo'lganligimizni his qilamiz. Charchashdan xotirjam bo'lganligimizni, qo'rqinchdan xotirjam bo'lganligimizni his qilamiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo butkul xotirjamlik, tinchlikning asli manbasi Alloh subhanahu va taolo. Uningdan boshqa bir taraf yo'q. Biz xotirjamlikka erishadigan, tinchlikka erishadigan, xotirjam bo'ladigan hiçbir Allah tarafından başka taraf yok insan için. Ondaq taraf yok. Kimiki onundan yüz öyreydiken, çuqum onunla təşviş, xotirjamsizlik hayatdan başka narsa yok. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah tam qorup buluq Allah subhanahu taala Allah buyurur. Kimiki mening zikrimden, mening yo'limdan kimiki yüz öyreydiken, onunla aşındaq, nait, sıqılıdığan, nait bir xil təşvişlik bir hayat var dedi. Allah bekitib buluq Allah buyurur. O'ylab boqaylar. Mana shunday hayotda yashayapmiz biz. Allohdan boshqa hech bir taraf yo'q xotirjamligimiz uchun. Her taraflar bizni ansirtishi mumkin. Hele u ansirtishi mumkin, bu qo'rqitishi mumkin. Lekin Allohning mu'min ismi, Allohning mu'min ismi biz qachoniki shu Robbimiz buyurgan tarafga, shu Robbimiz bilan ma'od ekanmiz, uning buyrug'iga ergashib ekanmiz. Biz davomli xotirjamlik, tinchlik ichidamiz. Xotirjam bo'lsak bo'ldi biz. Tinchlik, xotirjamlikning ichida biz shu Robbimizning buyrug'iga ergashib olsak. Mana bu bundaq qilish, bandalarni bundaq qilish, ana shu mu'min ismlik Robbimizga loyiq bo'lgani ham bu. Bandalarni ana shunday xotirjam qildi. Robbimizning mu'min ismiga loyiq bo'lgani ham bu, qadrli qarindoshlar. Alloh o'zining zotini, Alloh o'zini eng yaxshi bilguchi. Xo'sh, endi insonning biz darsimizning 5-chi so'zlab o'tgan. Ba'zi insonlar o'zining imkoniyatini bilmay bir ishga kirib selib, bir ishni boshlab selib, uning kendan pushaymon qilib, Alloh qilmasam bo'pti ekan, bilmay qoptiman deb deydi. Lekin Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo buningdan tamamen munazzah.
Rabbimiz bütün Rabbimizning ismlari, barliq sifatlari buningdan munazzah Allah subhanahu taala. Allah o'zini eng yaxshi bilguchi. Hargiz men bir bilmayman ishni qilib qaptiman deydigan ish Allohga nisbatan bunday ishning bo'lishi mumkin emas qadrli qardoshlar. Allah o'ziga eng yaxshi ishonguchi, o'ziga o'zini eng yaxshi shaklda bilguchi. كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى